Assalomu alaykum Novvoy akalar, aziz obunachilar. Mana omborimizga yuklar kelgan. Xamir meshalkalar 50 kilolik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Chagdash firmasiniki Turkiya 50 kilolik bo'ladi. Bular Ninova. Hey there. Subscribe to my channel Ninova. and also press this bell icon. Omborimizga yetib kelgan Turkiyadan. Bizda birinchi qo'l. Do'konimizga hali olib chiqib ulgurganimiz yo'q. Kompressorlar ham bor. Kimga zarur bo'lsa 50 kilolik, 50 litrli 5 shumli kompressor bo'ladi. 220 elektrga ishlaydi. Bu meshalkalarimiz ham ko'pchilikka ma'lumoti yetarli. Bular ham hammasi 220 elektrga ishlaydi. Оборотлari tez. Mana bu qo'llari ham baquvvat bo'ladi. Baquvvat holatda. Chagdash va Ninova firmasiniki. Ikkalasi ham Turkiya firma. Mana shu sikletimizga olib kelib tushirib qo'yganmiz. Kompressorlar ham bor. Mana har xil turidan, hozir bular Shifo, Ariol. Bular ham Ariol, mana. Hammasi 50 litrli. Hop. Bular narxlarga keladigan bo'lsak, Ninovani $820 beramiz. Hozirroq aloqaga chiqsalaring, narxlarni arzon qilib beramiz. Chagdash desa $8 beramiz. Kimga zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni kelishgan holda eltib beraveramiz. Qo'shni davlatlarga Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiyaga ham jo'natib beramiz через kargo orqali. Meshalkalarimizga 6 oy kafolat beramiz. Turkiyani o'zidan lekin 1 yil kafolat bergan. Endi bizni qo'limizga o'tgandan keyin biz ham 6 oy kafolat beramiz. Deyarli bular sinovdan o'tgan. Buni ishlatib turgan Novvoy akalar bilishadi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, kimga zarur bo'lsa. Mana shu sikletimizdan birinchi qo'ldan xarid qilasizlar. Novvoy akalarga jo'natib, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Salomat bo'linglar.